5. bölüm. Yerim kun mu ötdi? Poyez Volga bo'yidagi yerlarda ketib bormoqda. Alayda bo'g'inlardagilar uzoq safarga loyiq joylashib olgan edi. Avdiy Kallistratov tushgan umumiy vagonda bo'lsa, odatki varang churungli g'oyat boshlangan edi. Yo'lovchilar har xil sabablar bilan yo'lga chiqqan edi. Buning ajablanarli yerimi yo'q edi. Ularning orasida nashka chopirmanlar, ya'ni Avdiy Kallistratovning hamrohlarimi bor. Ahvoldan qaraganda mana mushu poyezdda undan ortiqroq choparman ketayotganda qiladi. Lekin hozircha ulardan ikkisi ma'lum. Chaqqan o't yo'q vokzalda uni shularga qo'shib qo'ygan. Bu azimatlar Murmanskdan kelib etibdi. Ularning cho'ngraqi yeshi 20larga kelib qolgan. Petruxa ikkinchisi texi yosh bola bo'lib 16larga kirgan. Uning ismi Lyuniya. Lekin Lyuniyaning u taraflarga ikkinchi qitim berishi, shuning uchun o'zini har bolalarni ko'rgan odamdek tutadi. Hatto kerilib qo'ydi. Murmansklik bolalar boshda o'zlarini sal tortibroq turishdi. Lekin ular Advining ishonchli odamlarining tavsiyasi bilan choparman bo'lib ketayotganligini, demak o'z odamlari qatorida ekanligini biladi va uni shimolliklarga xos talaffuz bilan Adiyay deb chaqirishadi. Ular qilinadigan ishlar to'g'risida vagon orliqida tamaka chekilib chiqqanda gaplashib turadi. Odamlar vagon ichida tamaka chekishga yo'l qo'ymaydi, chunki vagon tixmi bo'lib ketgan. Uning sizmi nafas olish qiyin. Shu sababdan chekish va u yoq bu yoqdan gap so'qish uchun vagon orliqida chiqishadi. Advi chekishni texi degandek bilmaydi. Buni birinchi bo'lib Petruxa sezib qoldi. Nima, Adiyay, burun chekmaganmiding? Qiz boladek ichingga tortishni qo'rqyapsan-ku? Avdi yolg'on so'zlashga majbur bo'ldi. Burun chekkandim, keyin tashlab etgan. Mana men chekishni kichigimda o'rgangan. Bizning Linkomu naq bangining o'zi. Qeri bo'ylardek toza purqirtib chekidi. Onda sanda etibmi qo'ydi. To'g'ri, hozir zodil mumkin emas. Keyin kam yerini to'ldirib olamiz. U texi kichik bola-ku. Kim kichik? Linkomu? Kichikkan demang bizni ko'tirib urimiz sizni. Sen o'zing amdi ketyapsan. Bundaq cho'ng ishqa hashar deb o'ylama buni. Linko bo'lsa, bola hammani biladi. O'zimi o't-put tutashtiramdi yoki ikki o'tirda qatrapla yuramdi. Qiziqib so'rdi Advi. Linkoma chekmay turalamdi. Hozir chekmagan odam yo'q, lekin chekishni bilish kerak. Petruxa danalik qilishga boshladi. Ba'zilar og'zidan ko'pik chiqish chekidi. Bundaqlar qarg'a kelmaydi. Agishib ketgan tayyor tomoqni buzadi. O't degan qandoq yaxshi, odamni xushal qiladi. Kayfing chog' bo'ladi. O'zingni jannatga kirgandek sezsan, yayrab ketasan. Nemisi kayfingni chog' qiladi? Nemisi bo'ladi? Ketyapsan, oldingdan bir kichikina eriq chiqib qoldi. O'taman desang, bir taqlabla o'tib ketasan. Ammo nazaringda u cho'ng daryo, okean, diling yayrab ketadi. Ana shuda kayf degani. Kayf o'zi kelmaydi. Nerdan topsan shu kayfni? Nonni setib olsan, kiyim-kechakni setib olsan, oyog'ingga olsan, beshingga olsan. Haraqni hamma odam o'z puliga elib ichadi. U narsa bo'lsa bakmi qimmat, lekin jonga rohatda, shirkayib bo'lib uyquga ketsan, xuddi kino ko'rayotgandek bo'lasan. Farqi shuki, kinoni yuzlab, minglab odamlar ko'radi. Sen bo'lsang, o'zing xon ko'langan maydon. Bir kimning sening bilan kori yo'q. Tomshqini so'zlig'ini kat, nima ishing bor? Itning balsi deb toza boplab salasan. Qandoq yashayman desam, shundoq yashayman. Xalqning ishiga aralashma. Gapning poskalisi ana shu. U jim bo'lib qoldi. Ondan jin chiroqdek metildab turgan ko'zlarini qisib, yuzsizlik bilan dedi: "Manqara, Adiyay, tetib boqqing bormi ya? Bir kayib qilamsan, kichikini silib qo'ydim. Oldi bilan o'zim topay." Avdi uning taklifidan bosh tortdi. Ondan tetib boqaman. Rost deysan, qo'shildi uningga Petruxa. O'zingning-ku minnatsiz bo'ladi. U jim bo'ldi. Ondan yana og'zi ochildi. Bu ishda to'liq ehtiyot qilish kerak. Atrofdagi hamma odam bizga yomon ko'zda qaraydi. Buvay mo'maylardan tortib, ko'kragiga taqur-tuqurlarni qadab olgan koni askarlargacha bo'lgan dam ilishga chiqqan har bir odam boshqalarni aytmayli qo'yay. Hammasi bizga dushman. Bizni ko'rolmaydi.
Ularga qalsa, bizni dərhal sot qılsa, it barmaydigan joylarga sürgün qilib əvətsə, shuning uchun bo'ynimizni qisib, ko'zga tashlanmay, xeyri bechora bo'lib yuramiz. Lekin haqqimizni alaylichu, ana shu chaqda ko'ring bizni. Cho'ntakda puling sharaqlab turgandan keyin ularning qosh qapig'iga qarab o'tiramsan. Lekin zodla yodingdan chiqarma, avdiyay. Biror ish bo'lsa, mit qilib og'zingni ochma. Bu qonun chondirib qo'ysang, tugashganing shu. Jiningdan umidingni uz. Ittek bo'g'izlab tashlaydi. Turmada yotgan bo'lsang-mu qo'li yetadi. Chaqchaqlashqil bo'lmaydi ular bilan. Gap uzoq so'zildi. Ma'lum bo'lishicha, Petruxa allaqayerlarda bir necha qurilishlarda ishlab beqibdi. U yoz kelishi bilanla Mo'yinqum atroflaridagi cho'llarga jo'naydi ekan. Bu yerlarga kandirliklarni yaxshi biladi ekan. Bo'libmi, soylar va yorliqlar ichida kandirlar g'ujmak bo'lib yotadi ekan. Ana usul degan, xalqingcha yig'val, butun dunyoga desam yetib oshidim. Uning uyida yolg'iz qeri onasi bor ekan, ichida ekan. Akılları qutub taraflarga gaz turbalari qurilishiga ketgan ekan. Pulni jiq-jiq topadi ekan, lekin qishning sovuqqa chidig'ili bo'lmaydi ekan. Yozda bo'lsa, chivin odamga komodadek yepishadi ekan. U bo'lsa, har yili ko'zi yumuq Osiyoda bir qitim o'ynab keladi ekan. Ondan toki yandurqi yilgacha tomosha qilib yuradi ekan. Xolisi ichadi ekan, xolisi chechidi ekan. Sheriki Lincolnning oilasi buningdan chataqroq ekan. U ya onasini ko'rmabdi ekan, ya otasini. Ballar uyda cho'ng bo'pti ekan. Murmanskda uzoq safarlarga chiqadigan bir paraxod boshlig'i bor ekan. Ko'proq Kubaga qatnaydi ekan. Bir kuni u xotini bilan kelib, hamma qog'ozlarni to'ldirib, Lincolnni o'ziga o'g'il qilib akitibdi. Ularning bolasi yo'q ekan, lekin 5 yildan keyin hammasi yana o'ng ta'tir bo'lib ketibdi. Paraxod boshlig'ining xotini o'ynishi bilan Leningrad taraflarga qochib ketibdi. Paraxod boshlig'i ichimlikka berilibdi. Uni portning o'zida ishlashga qoldiribdi. Lincoln maktabda amalsizlikdan o'qibdi. Goh paraxod boshlig'ining hammasinikida, goh buxgalter bo'lib ishlaydigan akasinikida turibdi. Buxgalterning xotini bo'lsa, yalmamizning naq o'zi ekan. Birining ustiga bir qo'shilib, bechora bola ega chaqsiz qapti. Royi qaytibdi, jinidan to'yibdi. Paraxod boshlig'inikidan ketib qapti. Suv asti paraxodning sobiq jangchisi urush majruhi bo'lgan bir odamnikidan boshpana tepibdi. Lekin bu kishi Lincolnga hech qanday ta'sir ko'rsatolmabdi. Bola bangboshlig'iga o'ginib qolg'achqa, xolgan joyga berib, xolganda keldi ekan. Mana bu yil Lincoln ikkinchi qitim nashiga ketib etibdi. O'zimi nashiga o'ginib qolgan o'xshaydi. Bo'lmasa, Amdilla 16 kirgan bola tursa, uning butun hayoti texi oldida. Bu ichinishlik gaplarni anglab Avdi Kalistratovning yuragi bekmi ezildi. Yig'lamadi-yu, uning berisi bo'ldi. Nashkashlik o'z og'ziga navqiron yosh yigitlarni borgan sari ko'proq tortib ketayotdi. Bu hodisaning mohiyatini tezroq yechib, chavusni chitqi yeyish kerak. Avdining eng cho'ng maqsadi hozir shu. Hayot dengizning ustida tinish ko'ringani bilan uning tegida ko'zga ko'rinmaydigan shiddatli iqimlar borligi ro'shan. U shuningga o'xshash qayg'uli voqealar ichiga cho'nqurroq kirgan sari buni ko'proq his qilmoqda edi. Turli bema'nilik ishlarni qilishga boshlaydigan shaxsiy va xususiy sabablar bo'lishi mumkin. Lekin yoshlar orasida bunday kasalliklar va bema'niliklarni keltirib chiqaradigan ijtimoiy sabablar mavjud. Bir qaramaqa bu sabablarni ilg'i qilish oson emas. Ular kasallikni butun badaniga tarqatadi ekan. Bir-biri bilan bog'langan qon tomirlarni aslatadi. O'z shaxsiy miqyosining darajangda turib, shu sabablarning tegiga yetaman deb har qancha urinsangmi, baribir foydasi yo'q. Umuman hech qanday natijaga erisha olmaysan. Buningga hech bo'lmaganda yirik ijtimoiy tadqiqot olib berish, eng yaxshisi matbuot va televiziya orqali bahs-munozara uyushtirish kerak. Shundaq zamonga baxmaydigan bu odamning orzu qildigani shu edi. Uning diniy tarbiyaning cheklimsiga uchraganligi va amaliy turmushdan hech qanday xabari yo'qligi e'tiborga ilingan bo'lsa, u dal ana shundaq bir odam edi. Keyin u bir narsani tushundi. Bundaq voqealar ustida ochiq-oshkora fikr yurgizishdan hech kim manfaatdor bo'la olmaydi ekan. Bu narsalar jamiyatimizning obro'yini saqlash uchun qilindigandek turadi.
Vaholanki bu yerda eng oldi bilan hamma gap boshqa shaxslarning kayfiyatlari va fikrlariga chambarchas bog'langan. O'z mavqesiga ziyon yetkazmaslik, uni yana bir qitim xavfga solmaslik ustida boradi. Jamiyatning qaysidir bir qismida yuz berayotgan peshkanliklar ustida so'z ichish uchun ahvoldan qaraganda boshqa ko'p narsalar qatorida o'ziga zarar keltirib qo'yishdan cho'chimaslik kerak. Baxtlilikligidanmi, baxtsizligidanmi Audi Kalistrodov bunda xoinona qo'rqinish yukidan xoli. Lekin turmushning hamma egiz pastliklari, kashfiyotlari texi uning oldida edi. U bu yo'lga amdila kirib kelg'atdi. Amdila adashgan dillarga mehr shafqat va xayrixohlik yusidan hayotning o'ziga qorong'u taraflarini tashnalik bilan o'rganmoqchi, tajribadan o'tkazmoqchi bo'lyotdi. Yo'ldan ozg'anlarning hech bo'lmaganda bir qismiga yordam bersam deydi. Yo'q, u nasihat qilmoqchi, vaz etmoqchi, tobitani yoqtirmoqchi, ayblamoqchi emas. U halokatlik ahvoldan hayotni faqat qayta qurish badliga qutulish mumkinligini o'zining shaxsiy qatnashishi va shaxsan namuna ko'rsatishi bilan ularga isbotlab bermoqchi. Shu ma'noda ularning har qaysisi hech bo'lmaganda o'z qalbiy doirasida aniqlab qilishi zarurligini uqtirmoqchi. Lekin bunday go'zal, chiroyli g'oyalarning to'liq qimmatga tushadiganligini xiyoliga keltirmaydi. U yosh edi, yosh deb ketgilimi bo'lmaydi. Diniy maktabda Aysoning tarixini o'rganayotgan chig'ida uning chekkan azoblari bilan riyozatlarini o'z jinida tuygan emasmidi va shu chaqda uningga Gefisman beg'da Iudaning sapqiliq qilganligini o'qiganida ho'ng yig'ilmaganmidi. Shu kuni tig' bilan Ayso payg'ambarni Golxaf teg'ida qatl qilganida buni olam binasining inqirozi va halokati deb tushunmaganmidi. Dunyo o'z farzandlarini ularning eng pokiz g'oyalari va ruhiy intilishlari uchun hammadan ko'proq jazolaydi. Lekin shu chaqda texi pishib yetilmagan bu yigit olam qurilishining bu qonuniyati ustida o'ylanib ko'rmagan edi. Balkim bu shu g'oyalarning o'lmasligi va eng oxirida tantana qilishi uchun zarurdir. Ehtimol buni muloyiza qilib ko'rish kerakdir. Haqiqatan ham shundoq bo'lsa-chu, bu g'albining bahosi emasmikan? Audi boshda bu haqda Viktor Gorodiskiyaga eg'iz ochgan edi. Ikkisining yeshi o'tirsida ancha cho'ng farq bo'lmasa-mu, Audi uni Nikiforovich deb hurmat qiladi. Bu suhbat Audi diniy maktabdan ketish fikriga tushgan chaqlarda bo'lib o'tgan edi. Nima deydim? Bilamsan, ota yigit, seni ota yigit deganimdan ranjima. Audi, seni shundoq deb chaqirish menga bekmi yoqdi deb muloyiza yurgizadi. Gorodovskiy choy ichib o'tirib, sen maktabdan ketsan, to'g'rirog'i seni cherkovdan chiqarib etadim. O'limonlarning seni osonlikcha qo'yib bermaydi. Seni gumonxo'r deb e'lon qiladi. Cherkov onda munda bo'lib turadigan mundaq ishlarni yoqtirmaydi. Har holda u yerda sana hech kim adolatsizlik qilgani yo'q. Seni hech kim xo'rlig'ini, qiningni ishkinim yo'q. Cherkov xodimlari bilan qilchimi sen ben deyish baxmading. Ota yigit, sening oldingda cherkov qilchimi ayiblik emas. Nimadan desamkin, sen sap g'oyaviy maqsadlar tufaylidan aloqangni uzyapsan. Ha, Viktor Nikiforovich, rost deysiz. To'g'ridan to'g'ri sabablar yo'q. Norozilik, xafachiliknimi o'rni yo'q. Bular nihoyatda joyida qilingan gaplar. Ondan qolsa, gap mening o'zimda emas. Masala shuningdeki, an'anaviy dillar bugungi kunda mutlaq ko'ndirab qoldi. Ular amdila uyg'unib kelayotgan ibtidoiy urug'chilik engiga qarta murojaat qilgan edi. O'zingizmi tushunasiz, agar tarix dillarning butun jahon o'rib odatiga yangi bir bosh simoni zamondosh xudo simasini ilgari sursa, bu sima hozirgi davrning talab ehtiyojlariga javob beradigan yangi ilohiy g'oyalarni ko'tarib chiqsa, ana shu chog'da diniy ta'limotning texi o'z qadr-qimmatini yo'qotmaganligiga ishonsa bo'ladi. Mening bu yerdan ketishimning sababi shuningda. Tushunman. Ko'ngil cheklik bilan kulib qo'ydi. Gorodovskiy choy o'tlab etib, ondan so'zni davomlashtirdi. Bu gaplaring odamning etini chimildatib etadi. Sening nazariyang haqida fikrimni bildirishdan avval shuni deb qo'yay.
mana bemalol huzurlanib choy ichib o'tiribdimiz. Men o'tir asrlarda yashaganligimga chin dilimdan xushal. Bilamsan, ko'z ko'rmagan, quloq anglamagan bundaq bidatlik uchun katolik muxlislari Yevropada, Ispaniya yoki Italiyada sening botir og'zingdan chiqqanligi va mening to'shak xulqim anglaganligi uchunla ota yigit oldi bilan ikkimizni qiyma-chiyma qilib etadim. Ondan o'tni kuydirdi. Ana shuningdan keyin kunlarimizni ko'kka so'raydi. Biri bir bechorani ayblab, Xudoning qudratlikligi ustida gap bo'lganda miyiqida kulib qo'ydi. Deb chaqqan ekan. Muqaddas diniy mahkama arboblari nemishqa Xudodan kulasan deb uni o'tqa tashlatib ekan. Ko'rdingmi, sening bilan bizningmi holimiz shu bo'ladi. Viktor Nikiforovich, kechiring, gapingizni bo'ldigan bo'ldim. Avdi miyiqida istira bilan kulib, diniy maktab o'quvchilari kiydigan qora choponining tugmalarini asabiylik bilan etishga boshladi. Bilib turibdiman, nimaga kulayotganligingizni, lekin chaqchaqni qo'yaylik. Agar bizning zamonimizda diniy mahkama bo'lsa va muboda ata biatligim uchun o't ko'yishga to'g'ri kelsa, men baribir o'z so'zimdan qaytmagan bo'lardim. Ishinaman deb beshini lingshitdi Gorodovskiy. Men bu fikrga tasodifan kelganim yo'q. Nasaralar tarixini o'rganib va hozirgi zamonni sinchilab ko'zitib shunda xulosaga keldim. Men Xudoning yangi zamonaviy shaklini izlayman. Uni hech qachon topolmasammi mayli. Tarixni tilga olganing yaxshi. Uning fikrini bo'ldi Gorodovskiy. Endi menga quloq sol. Sening yangi Xudo haqidagi bu fikring tomtaq, mavhum nazariya. Bizning aqlli ziyonlarimiz uni nima uchundir aktual g'oya deb ataydi. Burunqi odamlarning tili bilan aytganda bu muloyizlaring aql borliq. Sen Xudo yaratmoqchisan, lekin har qancha jazibalik va sehrli ko'rinmasin, uni aqliy muhokamalar bilan yoritish mumkin emas. Bilamsan, agar Ayso qatl qilinmagan bo'lsa, u Xudo bo'la olmaydi. Hamma uchun tang, barobar, odil saltanat qurish g'oyasi mabdun qilib olgan u zotni odamlar oldi bilan vahshiyona bir tarzda o'ldirishdi. Ondan uni yuksakliklarga ko'tardi. Hamda sina o'qidi, qayg'urdi. Uning azobini o'z ustiga oldi. Buningga tavob va o'z-o'zini ayblash, tova va umid, jazo va marhamat insonni suyish aralashib ketdi. Lekin keyin berib hammasi buzilib shariklandi va ma'lum kuchlarning ma'lum manfaatlariga bo'ysundirildi. İnsoniyatning hamma parlaq g'oyalarining taqdiri doim mana shundoq bo'lgan. Mana endi o'zing o'ylab ko'r. Cho'ng g'oya tufaylidan darg'a esilgan, kiris azobini beshidan kechirgan, beshini jodiga qo'ygan Xudo qudratliroq, mabdun qilarliqroq, yaqinroqmi yoki zamonaviy fikr qildigan mukammal oliy yaratilish chegish tang afzallikmi? Men bu haqda o'ylagan Viktor Nikiforovich, siz haqliqsiz, lekin men o'tmishni qayta ko'radigan vaqt bo'ldi degan fikrimdan voz kechmayman. Bizning Xudo haqidagi tasavvurlarimiz qanchalik o'zgarmas va mutlaq bo'lmasin, ular amdilikda dunyo haqidagi yangicha bilimlarga zodla mos kelmay ko'ndirab qoldi. Bu aniq haqiqat. Bu haqda talashib o'tirmaymiz. Men chegish fikrlarga asoslanayotgan, izlash hojatsiz bo'lgan narsani izlashga urinayotgan bo'lishi mumkin. Nima deydiq? Mening fikrlarim mutlaq diniy ta'limotga to'g'ri kelmasa mayli, lekin men nima qilay zodi? Kim meni bu fikrimdan qaytarilsa, baxtimni tepib ketatdim. Gorodovskiy tushundim deganda qilib qo'llarini yaydi. Ko'nglimdagini tushunib turibdiman. Ota avdi, lekin seni baribir ogohlantirib qo'ymasam bo'lmaydi. Xudo izlash cherkov odamlarning tasavvurida cherkovga qarshi eng qo'rqinchli jinoyat bilan barobar. Ularning nazarida bu dunyoni o'ngtay-to'ngtay qilib etish bilan tang. Buni bilaman, dedi xotirjamlik bilan avdi. Lekin Xudo izlashni cherkovdan sirtkilarmi, texmi betaraq yoqtirmaydi. Sen buni o'ylab ko'rganmi? G'alati fikr-ku, hayron bo'ldi avdi. Beshing omon bo'lsa, ko'rsan tehi. Lekin nemishqa bundaq bo'ladi? Shu yerga kelganda ularning fikri bir yerdan chiqqandir. Gap bir yerdan chiqishida emas, umuman uning hech kimga keragi yo'q. Qiziq, eng kerak narsaning keragi bo'lmasa, buni nima bilay? Mushu ketishing bilan beshingdan falokat xoli bo'lmasligi mumkin. Ota avdi,
Sana həvəs qılmayman, lekin seni yolundamı toxtatalmayman, deb xulosa qildi Gorodovskiy. U haqliq edi. Hamma gaplar haq. Uzoq o'tmay Audi Kallistratov buningga to'liq ishonch hosil qildi. Maktabdan haydish harpisida mundaq vaqa bo'lib o'tdi. Shu kuni ularning shaharchisiga mo'tabar zot patriarxiya bosh ruhoniylar boshlig'i qarmog'idagi din rayoni tarjimondan o'qish yurtlari bo'yicha tangshug'ichi xodimi Ota Dimitrov qadam tashrif qildi. Uni maktab ishxonasining boshlig'i vokzalda izzat ikrom bilan qarshi oldi. Maktabda uni ota koordinator deb atashadi. Ko'rinishidan qamlashgan salobatlik, aql va dona. Bu vazifadagi odam shundoq bo'lishimi kerak. O'tir yoshlardagi koordinator yuz bergan favqulodda hodisa munosabati bilan kelgan. Buning sababchisi a'lochi o'quvchilardan biri bo'lgan Audi Kallistratov edi. U muqaddas putukni ochiqdan-ochiq taftish qilish darajasiga yetgan. Be'atlik yo'lga kirgan, zamondosh Xudo degan shubhalik fikrni ko'tarib chiqqan edi. Aql va dono koordinator o'z obro' e'tibori, e'tiqodlik so'zi bilan adashgan sabiyni hidoyat yo'liga qaytarish, bu ishni shavqin suran ko'tarmasdan epijibda amalga oshirish niyatida edi. Muhimi dindan voz kechganligining sadasi ko'chiq chiqib ketmasligi kerak. Shu ma'nodan olganda cherkov o'z sha'ni, obro' e'tiborini hamma narsani ustun qo'ydigan boshqa dunyoviy idoralardan farqlanmaydi. Audi Kallistratovning o'rnida boshqa pishqanroq, tajribaliroq odam bo'lgan bo'lsa, ota koordinatorning niyatini to'g'ri bayqagan va shunga yarasha ish ko'rgan bo'ladi. Lekin Audi ko'zga ko'ringan cherkov namoyandasining niyatini haqiqatan ham tushunib yetmadi. Shuning bilan ruhiy otanimi nishondan adashtirib qo'ydi. Audi ota koordinatorning huzuriga tushish vaqtida chaqirildi va uning yonida ozmi emas, ko'pmi emas 3 soat o'tirdi. Bosh korpusining zallaridan biriga akademik cherkovning mihrabi o'rnatilgan edi. Ota koordinator oldi bilan shu yerda birga ibodat qilish taklifini qo'ydi. Fukam, sezib turgan bo'lsang kerak, sening bilan so'zlashadigan jiddiy so'zimiz bor, lekin oldirmaymiz. Oldi bilan meni Tangri Taoloning muqaddas mehrabiga boshla, dedi u oldiga qizargan ko'zlarini qadab. Avval birga ibodat qilib olmasak bo'lmaydigan o'xshaydi. Xudo xayringizni bersin, taqsir, dedi Avdi. Men tayyor. İbadet şəxsən mənim üçün Allah Taalaga qartılğan türlük oy xiyallarimning ən uyğun nöqtəsidir. Zamandaş Xudo haqqidagi fikir menimga qattiq o'rnashib qolganga o'xshaydi. Sabrsizlik shaytonning sheyfkam. Vazminlik bilan dedi ota koordinator yumshoq o'rindiqdan turib etib. U zamandash Xudo va turlik o'y xiyallari haqidagi so'zlarni quliqining bir yiqidan chiqarib etdi. Köp tecrübeye ega ruhani erbab başdala hemmini çekişleştirip etişten layık görmedi. İbadet kılaylı. Sana eysam davamlaştırdı sözünü o. Qancha köp yaşagan siri Xudoning merhameti bizga shuncha cheksiz. Rahim shafqati shunchalik ulug' ekanligiga yanama ko'proq iymon keltiryapman. Hammani unutib ibodatga berilgan chig'ingda buni texmi cho'nquraq his qilasan va o'zingni qadrli sezsan. Yaratgan Tangrimning bizga muhabbati haqiqatan cheksiz. Bizning ibodatlarimiz uning oldida quruq siljishdan boshqa narsa emas. Lekin bu Xudo bilan chambarchas birligimizning dalolatidir. Dal haqiqatni aytdingiz taqsir, deb qo'ydi Avdi eshik oldida beshni egib turgan peti. Lekin u texi haqiqatanmi tajribasiz va sabr taqasiz edi. Suhbatda u adab yuzdan sukut qilib turmadi va darhol gapning poskalisiga ko'chdi. Ijozat bering, aytay. Bizning tushunchimizda Xudoning chek-chegarasi yo'q. Lekin yer yuzidagi odamlarda fikr bilishdan bilishga qarab o'syotidi. Buningdan bir xulosa kelib chiqadi. Xudomi o'sish kerak. Siz nima deb o'ylaysiz taqsir? Koordinator ota amdi o'zini javobdan elib qocholmadi. Qiziqarli qilyapsan, Fukam, dedi u tomoqni asta qirib yo'talganicha. Ondan usti beshi to'g'irlagan bo'lib, yana shundoq dedi.
yoshlikda nimalar bo'lmaydi. Lekin shuningdimi Xudo to'g'risida bunda xiyollarga berilmaslik lozim. Yaratgan egamni bilish abadil abad bandining qo'lidan kelmaydi. U bizning ixtiyorimizning sirtida mavjud. Dunyoning engimizning sirtida mavjudlikni hatto materializmmi tan oladi. Shuningdek Xudomi. Afu qiling taqsir. Lekin hamma narsani o'z eti bilan otagan yaxshi. Bizning engimizdan sirtda Xudo yo'q. Sen shuning ishnamsan? Ha, shuning uchun aytyapman. Mayli, lekin shuning bilan hammasiga chekit qo'ymaymiz. Aytaylik, ta'lim yuzidan oz-to'la bas munozir qilamiz. Buningga biz ibodatdan keyin kirishimiz. Qani, endi marhamat qil, meni ibodatga boshla. Ata koordinatorning akademik cherkovda Audi bilan birga ibodat qilmoqchi bo'lganligining o'zi mantiq jihatdan ilib aytganda yosh o'quvchisiga ko'rsatilgan cho'ng iltifot edi. Shuning uchun haydalish oldida turgan talib mushu qulay vaziyatdan foydalanaman desa ajablanarlik bo'lmas. Ular uzun zaldan oldida ata koordinator, yon tarafda sal orqadaroq Audi Kalistrator mangdi. Audi ruhoniy otaning odil qomitiga ishonch bilan qadam tashlashiga o'shqig'icha erkin yeyilib turgan, uningga o'zgacha bir ulug'liq beg'ishgan qora libosiga qaragan peti, uningda asrlar bo'yi yetilib kelgan nurona bir qudrat mujassamlashganligini his qildi. Bu kuch har bir inson faoliyatidan din, iymon, aqidalarini himoya qilib, hammadan burun o'z manfaatini ko'zlaydi. Hayotda haqiqatan yo'lni izlayotgan Audiga mana shu qarshi turgan kuch bilan to'qinishga to'g'ri keladi. Hozircha har ikkilisi o'zlaricha ishonadigan va iymon keltiradigan shu tarafga qadam tashladi. Har bir insonga uning nomi bilan dunyo va odam bolasining o'rni haqidagi hamma uchun barobar bo'lgan fikrlarni uqtirish lozim edi. Unisimu bunisimu uning nomi bilan tavakkul qilinadi. Chunki faqat shu o'zila hamma narsadan xabardor va hammaga barobar marhamatli edi. Ular maqta edi. Shu paytda akademik cherkovda hech kim yo'q edi. Shuning uchunmikin u haybatlik bo'lib ko'rindi. Umuman uning boshqa cherkovlardan farqi yo'q edi. Faqat qorong'ulashtirib qo'yilgan mehrobning ichkarisidagi ko'zlari bir nuqtaga uddul qadalgan Aysoning qaramtul chochlari o'tirsidagi yuzi haddidan ziyoda oqirib ko'rinadi. Uningga oppoq bo'z yo'riqliq tushirib qo'yilgan edi. Her ikkilan Xudoning sodiq bandisimi, texi erkin tafakkur qilishdan mahrum bo'lmagan talibmi tizilib tavobga kirishdi. Ko'zlarini uningga tikib, butun o'y xiyoli bilan uningga berildi. Ular o'zlariga tilak tilash umidida edi. Chunki u yer yuzining o'zi xohlagan nuqtasida, kunning o'zi xohlagan vaqtida odamlar bilan, hattoki butun insoniyat bilan bir vaqtning o'zida xohlagancha uchrasha oladi. Uning cheksiz qudratligimi shuningda edi. Bu qitimmi har qachonqidekla bo'ldi. Ibodat farzini ado qilib etib, ularning har biri tashvish qayg'ularini uningga bayon qilishni, o'ziga iymon e'tiqodidan kelib chiqadigan xulqiy mijozlarni oqlashni istaydi. Ularning har biri koinotda shunchalik kichik bir nuqtani shunchalik qisqa bir muddatda ishg'ol qilib turib, o'zlarini tasavvuridagi shu koinot bilan muvofiqlashtirishga urinadi. Cho'qinadi, yo'riq olamda mehmon bo'lganlik uchun yaratgan egasiga shukr etadi. Hamma kunlardan keyin keladigan oxirgi kuni oxiratga manganda tilda va dilda o'zining nomi bilan jinini ilishni iltijo qiladi. Keyin ular yana heliqi xoniga o'z vazifalarini ado qilib qaytdi. Yuzma-yuz o'ltirib, ochiqdan ochiq so'zlashdi. Shunda qilib hukam sana panda nasib qilmoqchi emasman, deb so'zni boshladi ata koordinator Audi Kalistratovning uduldagi yumshoq cham o'rindiqqa qulayliqroq joylashib etib. Audi o'rindiqda o'ltirib, maktabning oddiy kiyimlari ostidan bo'rtib chiqqan tizlarga qo'llarini tiragan peti tavazu bilan uning so'zlarini anglashga tayyorlandi. Audi masalani uzil-kesil hal qilgan gapni kutgan edi. Lekin Hazratning qarashlaridan yo qahr-g'azab va yo boshqa biror g'arazni olmay sal ajablandi. Aksicha ota koordinator qarmoqqa g'oyat xotirjam vazmin ko'rinardi. Qulqim sizda taqsir, dedi itoatmanlik bilan talib. Gap shundoq. Men sening
Tanabыңны тартып қойғылы келгенім жоқ. Саңа нәсият қылып олтырмаймен. Бұлар адин әрсілер. Саңа мұнасып әмәс. Сені еңгілдік дейелмеймен. Лекен ойланмастанла қызып кетіп айтқан гәплерің адамның көңілі ғаш қылмай қоймайды. Пәмлеген болсаң керек, сенің білән өзімні тәң орынға қойып сөйлешіватмын. Очқыны айтсам, сән хейлі ақыллық кәнсән. Көңілімдекіні дәй, чиркавның мәнпәті үшін ақыл парасытыңны оның діни әқиделерге қаршы қылып қойма. Әксіше Худа yolda бүтінлей вә қылчымы еғішмай қызмет қылғын. Мәмі бұны yoşырып олтырмаймын. Сенің мәрхум пәдіраңны яқшы білеттім. Оның білән пікіріміз даим бір ерден чықатты. Шуның үшін құлықыңны атыларча соғысып қойышы мүмкін еді. Атаң хақиқи християн, яқшы адам еді. Оның үстіге хейлі білімлік, мәрбәтлік еді. Несіп қылған екен, мана сенің білән идара адамдарының рәсми тілі білән етқанда көп еллар чиркауда қызмет қылған мәрхім диакон Инокентий Калистратовның мөмін оғлы біләмі көріштім. Нәтиже неме болды? Yoşырып олтырмаймын. Başta sen toğırlıq çıx yaxşı gəplərini anlab edim. Bu yerге muhazir adamni xeyli təşvik saldığan məsələ toğırlıq kelib edim. Sen teği addi talıbsan. Lekin heyli dilla Xudanın təlimatını təptiş qilishqa düşübsən. Ağzından çıqıvatqan pələm bətiş gəplərə qulaq salsam, yaşlığınğa elib, qınqıb dəsavatqan oxşaysan. Bir nərsəgə işengim keldim. Gap shuningdeki, ancha-muncha sabablarni bahona qilib, odam yoshlikda o'ziga qattiq tamana qo'ydi. Bu turlik tuman odamlarda o'zlarining xuy-payli va olgan ta'lim tarbiyasiga qarab har xil namoyon bo'ladi. Turmushning tugmanidan butun chiqqan, yeshi bir yerga berib qolgan odamning hayotlik shomi yenib turg'inida ishonchini yo'qotganligini yoki atalg'ular bilan hukmlarni o'z beshimchilik bilan talqin qilganligini anglab boqqanmiding? Yo'q. Bundaq narsa ro'y bergan holatdami? Ba'zida tasodifiy yuz berdi. Odam yeshi cho'ngaygan sari ilohiyatning mohiyatini shuncha cho'nqir tushunadi. Hamma Yevropa faylasuflari bo'libmi oldi to'pilan inqilob davri harpisida dinga qarshi darhiylarcha hujum boshlagan. Bu hujum 300 yıldan beri tinmay davamlashib kelyapti. Heliqi fransuz qomuschisi olimdirmi? Noit yosh edi. Shundaq emasmi? Rostaysiz taqsir yosh edi. Tasdiqladi Audi. Mana ko'rdingmi? Bu yoshlikqa nima desamkin, bu chekdan ishib ketganlik yoshlarga xos ekanligini ko'rsatmamdi. Hozir yosh qayri hammasining og'zida shu gap. Shunda qaraganda chekdan ishib ketish yosh bilan munosabatlik narsa bo'lib chiqadi. To'g'riliqi to'g'ri, lekin siz devatgan ashu chekdan ishib ketganlar adolat yuzidan tan ilishimiz kerakki, e'tiqodi intan kuchli odamlar taqsir luqma soldi adabiy. Şübhisiz aldırab tinib razı bo'ldi ota koordinator. Ammo bu alayda masala. Her halda ular çirkav xadimi bo'lmagan, dinga bo'lgan munosabatimi xususiy ishdan nerisiga o'tmagan. Ularning yo'li boshqa. Sen bo'lsang, kelajakda pop bo'lasan, fukam. Undaqla bo'lmas. Uning so'zini bo'ldi Advi. Her halda odamlar menga va mening bilimlarimga to'liq ishonishlari kerak. Sabr qil, qapqini turdi ota koordinator. Sening foydangni ko'zlab aytayotgan gaplarimni tushunishni xohlamasang, undaqda mayli. Boshqacha so'zlashimiz. Xo'sh, birinchidan, din imonga shak keltirdiganlar seningdan burunmi o'tgan. Seningdan keyinmi bo'ladi. Seningdek gumonxo'rlarni chirkav jiq ko'rgan. Nima bo'pti? Har bir ishning bir udumi bo'ladi. Bundaq o'tgunchi tasodifiy voqealar buningdan keyinmi bo'lib turadi. Lekin bularning hammasi muqarrar holda bir yeshimga keldi. Yo odam o'z shubha gumonlaridan tamoman kechadi va eg'ishmay g'ayrat shijoat bilan din iymon yo'lini tutadi. Natijada ruhoniylar o'rtasida mag'firatlik bo'ladi. Yo kupurlik yo'lidan qaytmasa, undaq martad chirkov tarafdan rad qilinadi va beshiga to'qilanib yog'adi. Uchinchi yo'l yo'q. Bo'lishi mumkin emas. Bilamsan shuni? Ha, taqsir. Lekin 3-yo'l meningdan ko'proq chirkavning o'ziga kerak. Mani ko'ring. Masxara qilgandek beshini chayqadi ota koordinator. Topgan gapingni qara deb xitob qildi va ochiq kinoya bilan so'zni davomlashtirdi. Qini marhamat qilib menga deb bergina muqaddas chirkavga taklif qildigan 3-yo'ling nima ekan? Inqilob emasdir har holda.
Mundaqini texi tarixning qulluqi anglamagan edi. Əsrlər boyu qetib qalğan fikirlərni özgərtiş, əqidiçilikdən qutulish, insan ruhiga Xudoni tushunishda erkinlik berish va Xudoni inson borligining eng oliy namoyandasi deb bilish. Astag'firullah, bas titrab, ochiqlab ketdi ota koordinator. Bu o'z beshimchilikning bəhmu kulgilik hukm. Agar siz taqsir mustaqil fikrga ega bo'lishni xohlasangiz, u holda gaplashib o'tirishimizning hojati yo'q. Dal shundaq, qilcha hojati yo'q. Qaynab ketdi ota koordinator va o'rnidan turdi. Uning ovozi guldirlab chiqishga boshladi. Ko'zingni och bola, haqoratlik qilma. Halokat qirg'iqqa berib qapsan. Sen badbaxt, Xudoni faqat o'z tasavvuringda mavjud deb bilasan. Odamni Xudo sirtidagi Xudo deb tushunasan. Holbuki, ongning o'zi falakning iqtidori bilan yaratilgan. Sen yangicha tafakkur qilish niqobi ostida bidatchilikka berilib odamzod necha ming yillab ig'ir qiynoq va iztiroblar ichida topgan, ularga g'oyat qimmatga tushgan, halolni halol, haromni harom qilgan so'zlarni yo'qqa chiqarmoqchisan. U so'zlar necha avlod inson qavmlarining ilohiy ahkamiga aylangan. Sen aqidachilikdan xalos bo'laman deb nimaga erishsan? Holbuki bu aqida, bu ahkamlar Xudoning niyati, chirkov bidatsiz yashab kelgan, yana yashaverdi. Aqidasiz, ahkamsiz din iymon yo'q. Haman gap ichildi. Esingda tut. Aqidachilik har qanday qonun, qoida va nizomlarning asosi. Har qanday hokimiyatning uli yodingdan chiqmasin. Sen Xudoni go'yo yangi fikr bilan yaxshilamoqchi bo'lasan. Amalda bo'lsa, uni butunlay inkor qilasan. Hatto o'zingni uning o'rniga qo'yishdan nomus qilmaysan. Lekin yaxshilik va marhamat sana bog'liq emas. Sana o'xshashlarga bog'liq emas. Xudoning ishonch ixtiyori o'zida. Bizni nima qilg'isi kelsa, o'zi biladi. Sening gunohxo'rliging o'z beshingni yeydi. Xudovanda kerem bo'lsa, boqiy va mangulikdir. Amin. Avdi Kallistratov ota koordinatorning yinida chiroyi tatargan holda turadi. Uning bunchalik qavg'ir g'azabga kelib o'zini yo'qotish darajasiga yetganligini ko'rib yuragi ezildi. Lekin baribir deginidan qaytmadi. Bu qiling taqsir. O'zimizdan chiqayotgan narsalarni ilohiy kuchlarga bog'lab o'tiravermayli. Bo'lmasa, nimishqa u bizni shunchalik ojiz va kamtik qilib yaratdi? U o'zi bina qilgan maxluqlarning ikki qarama-qarshi tarafga yaxshilik va yomonlikqa ajratib o'tmasligi kerak edi-ku. Nimishqa o'zi bizni bunchalik shak shubha, illatlarga giribdor qilib qo'ydi? Nimishqa odamlar bunchalik makkor, Xudoning o'ziga murojaat qilayotganida o'zlarini makkorlikdan neri qila olmaydi? Xudoga buning nima keragi bor? Siz din iymon ta'limi mutlaq kuchga ega bo'lishni istaysiz. Olama odam ruhining mohiyati bir martaba butunlay abadiyatga echilgan deb hisoblaysiz. Lekin bu hargiz mantiqqa to'g'ri kelmaydi-ku. Nihoyat biz xristianlikning 2000 yili davomida oshu almasaqdan qolgan ahkomlarga o'zimizning bir eg'iz yangi so'zimizni qo'shalmasak, siz haqiqatga bir o'zingizla hokimlik qilishni istaysiz. Lekin bu oz deganda o'z-o'zini aldashdir. Holbuki haqiqatni bir martaba va bir varaqi bilib yetgan ta'limotning, hatto ilohiy ta'limotning bo'lishi mumkin emas. Mubada shundoq bo'lib qolsa, u o'lik ta'limotdir. U jim bo'ldi. Oriq tushgan jimjitlikda shahar chirkovining qo'ng'iroq sadolari kirib keldi. Qo'ng'iroq sadosi Avdiga xuddi insonni Xudoga bog'lab turgan rishtadek g'oyat yaqin va shunchalik tonish edi. Shu chaqda Avdining ashu sadolardek cheksizlik ichida uzib, ko'zdan yiroqlashib, yo'q bo'lib ketgisi keldi. Sen bekmu hadingdan ishvatsan, yigit, deb g'o'dirdi ota koordinator. Endi uning ovozi so'g'uq va boshqacha edi. Sening bilan diniy mavzularda talashib o'tirishning hojati yo'q edi. Chunki bilimlaring to'liq xom va hatto shubhalik. Seni insonlarning zolim dushmani iblis vasvasiga selib qo'ydimi ya? Lekin so'zimning oxirida sana bir narsani aytib qo'yay. Sen bundaq fikrlar bilan hech qachon baxt topolmaysan.
Әмәлиятта асаслык ва итибарлык тәлиматлардан шүбһәләнәдәнләрне динга алакасы булмаганлармы зады яктырмайды. Һәр кандай идея өзне хакыйкатьнең иң ахыркы игесе дип билadi. Сән булсаң, бу нәрсәләр белән токунышсың. Bir qarashda unchalik bilinmasimi, dunyoviy hayot g'oyat rahimsiz. Sen texi yengil taklikning jazosini tortsan. Shu chaqda mening so'zlarimni eslaysan. Lekin bo'ldi, maktabdan ketsan. Hozirlik ko'r. Cherkov seningdan yuz o'riydi. Xudoning uyini ko'proq tark et. Mening cherkovim doim o'zimda. Bo'sh kelmadi. Avdi Kalistratov. Mening cherkovim men o'zim. Men ibodatxonlarni tan olmayman. Ruhoniylarni ularning hozirgi saviyasiga qarab tan ilishni xohlamayman. Nimami deytdiq? Budam. Xudoning o'zi rahim qilsin. Lekin bilib qo'y, dunyo sana deganni qildiradi. U yerda o'z kuningni o'zing ko'rishga to'g'ri keladi. Necha millionlab sana o'xshashlarning bellari sunib yetibdi. Jinimni boqay deb. Avdi qayta aytilgan bu so'zlarni bir emas, bir necha qitimlab esladi. Lekin Avdi Kalistaratovga hayotning eng oliy ma'nosi har doim texi oldida, turli ufuqlarda ko'rinadi. Yo'lidagi hamma chekishlar, turmush savotlari vaqtliqdek tuyuladi. Odamlarning bir kuni bo'lmasa bir kuni uningga agishadiganligi g'ishnatdi. Hayotning asli ma'nosi shuningda emasmi? Avdi shu kunlarda nashkash chopirmanlar bilan cho'llar qo'yniga kirib ketib etib, poyezd derisidan huvlab turgan taqir makonlarga atlagandan kashkicha tikilib o'ziga o'zi deydi. Mana, endi o'z ixtiyoring o'zingda bo'ldi. Tahrir bo'limining topshiriqini hisobga olmaganda seni bog'lab, qo'lingni tutib turgan hech narsa yo'q. Nimani xohlasang shuni qilsan. Xo'sh, bu sarsonlik, sargardonlikda nima deb o'tsan? Esil haqiqiy hayotning o'zi mana shu. Sen uning bilan yuzma-yuz turibsan. 100 yil ilgari qandoq bo'lsa, hozirmi shundoq. Odamlar qayerlardandir qayerlarga boradi. Sen bo'lsang, shu yo'lovchilarning biri. Nashkash choparmanlarmi yo'lovchi, lekin ashadi yo'lovchi. Ular eng dahshatli illatlarning birining ustiga tuxum tug'ib kun ko'radi. Ashu ko'kish tutun, ashu kayf mastonlik arzimagan narsaga o'xshaydi. Lekin odamni odamlikdan chiqaradi, hammadan juda qiladi. Ammo ularning o'zini qurbon qilib turgan chaqlarda sen ularni qanday qilib himoya qilsan, bilamsan, bular nereden kelib chiqyapti? Sababi nada? Undamaysan, qaysi tarafdan yondashishni, qaysi tarafdan tushuntirishni, nima qilishni bilmamsan. Diniy maktab quchiqidan hayot to'lqinlari ichiga nima uchun itilib chiqding? Uni ozroq bo'lsa-mu, yaxshi tarafga o'zgartmoqchi emasmiding? Maktabdagi sinfdoshlaring seni idealist deb chaqirishadi. Balki to'g'ridir. Buni choparmanlarning ko'zi menga tikilib turganda, ularning ishiga, xuluq mijoziga aralashish zarurmi? Qo'limdan nima kelar? Nima qilib berishing mumkin ularga? Mangan yo'llaridan qaytara olamsan, boshqacha yashashga ko'ndira olamsan. Sen qiynalib bu yiqi nima bo'lar deb o'z go'shingni o'zing yavatsan. Ular bo'lsa o'z oldilariga birla maqsad qo'ygan va bu maqsadidan asla qaytmaydi. Omidim kelsa beysam deydi, baxtini shunaqa deb o'ylaydi. Qani ularni qayta ishontirib boqqina, ular haqiqatga tik qaraya olamdikin. Agar aralashmasang, yordam bermasang, ular boldurmu, kiyimi turmaga tushadi. Ko'chmanlar rayonini to'ldiradi va buni ayib deb emas, kulpat deb qaraydi. Qani endi ularni shu rasvochilikdan qaytarib olsang, pushaymon qilib, to'g'ri qilib, dillari tozlansa, jinoyatdan yuz o'rib, baxil saodatning nima ekanligini chindan his qilsa, qandoq yaxshi bo'ladi, ha? Lekin ularning baxti nimada? Biz qadrlagan narsalardami, ammo qadr qimmatimizning asli bahosini tushirib tashlaganligimiz, g'oyat xunuklaştirib etganimiz. Balki kulkiga qolgan bovay mo'maylarning xudosimikin ularning baxti. Lekin bu bir tepishmoqmi oxir. Umuman qolganda dasta pul tepish imkoniyati turganda quruq gap nima qilib beralaydi? Hozir kimga qarama og'zida birla gap. Quruq rahmatingni pishirib ye, bekorga mushuk optopga chiqmaydi. Pul o'z eti bilan pulda
Çaparmenlərinin çönteklərinə kiriyotgan şu pullar özümüzninglar pul emas, chet el pullarımı var. Ularning ichida qarang, qanchilgan talabkorlarning kelganini Murmanski, Odessa, Baltiq bo'yi, hatto Yiroq Sharqdagi port shaharlaridan nega ketyotidi? Shuncha nasha, uning seg'izi va mumdan ishlangan boshqa narsalarchu. Gap nega ketyotgandilla emasdir. Nemishqa bundaq bo'lyotidi? Nemishqa bizning hayotimizda, bizning ijtimoiy sistemamizga yot deb butun dunyoga jar solgan bizning jamiyatimizda bundaq bo'lishi kerak. Qani shundaq bir material yozsanki, uningga hamma o'zining jonijon ishidek munosabatda bo'lsa, uningga o'z uyida yeniyotgan yong'indek farzandlarning beshiga tushgan ofatdek qarsa, ana shu chaqda aytilgan so'z hamma xolis niyatli kishilarning qo'llab-quvvatlashi bilan puldan ustun chiqadi va yomonlikni yengadi. Ilohim shundaq bo'lsin. Ajri bekor ketmasin. Shundaq turmush kechirgay, shundaq tafakkur qilg'ay. Lekin ya Rabbim, seningdan so'rayman, sharoq pullar turganda sening kaloming nimadir? Yoshirin illatlar oldida sening hukming nimadir? Odam qo'zg'ayotgan yovuzlikni yolg'iz kalom bilan qanday yengil bo'ladi? Menga o'zing kuch-quvvat ato qil. Boshlagan yo'limdan va ishimdan meni tark etma. Men yolg'iz o'zimliman. Hozircha hech kim yo'q. Pulga dum tushadiganlarning bo'lsa, hisobi yo'q, son-sanoqsiz. Moskva Almata poyezd Saratov zimini orqada qoldirib, 2 kundan beri Qozog'iston cho'llarida kezmoqda edi. Avdiy Kalistiratovning Turan taraflarini birinchi qatam ko'rishi, u bir zamonlarda Rossiya tarafidan egallangan jo'g'rafiyaviy makonlarning o'lkaning bunchalik kengligi va miqyosidan hayron bo'ladi. Haqiqatan ham ko'z oldida bosh oyog'i yo'q poyonsiz yerlar so'zilib yotadi. Agar Sibir bilan qo'shib hisoblasak, deb ham cho't qiladi u. Yer yuzidagi quruqlikning deyarli yarmi. Yana bu yerlarda odam turadigan qonalg'ular onda-sonda uchraydi. Shaharlar, qishloq va avlular, bekatlar onda-munda ko'zga chilqib qolgan mol qo'tallari, podichi cho'ponlarning pakar qo'rollari hammasi temir yo'lga qarab yepishib turadi. Ular may bo'yoq bilan bepoyon cho'l suratini sizish uchun tayyorlab qo'yilgan. Lekin dastlabki bo'yoqlarla berilgan raxtga o'xshaydi. Biroq surat keyinchalik sizilmay, faqat bir tusdagi bo'z ranglari bilan chala qilib ketgandek edi. Bu tarafda so'zilib ketgan cheki yo'q cho'l hozir bu yerda jimiki o't cho'p gullab yashnagan fasl. Cho'l bir necha kun mana mushundaq jannatdek go'zallashib turadi. Ondan yana oftobning rahimsiz issiqiga bardashlik berolmay sarg'ayib so'lishadi va kelgusi bahorni kutadi. Vagonlarning ochiq turgan derazlarining gulga kirgan cho'l chechaklarining xushbo'y puroqlari urib turadi. Bo'libmi poyezd to'rt tarafi ochiq allaqanday kichkina bekatlarda to'xtaganda odamning dimiq vagondan pastga sakrab tushkisi, o'zi ko'rimsiz bo'lsa-mu, purg'i rayhondek o'tkir qurg'oq yerlarda uskiniga qaramay edi so'liq o't cho'plar ustida erkin ozoda chepib yurgisi keladi. Qiziq-a deb o'ylaydi Avdiy. Nihoyat shu yorilmas neshimu mana shundoq bemalol o'sib tursa va hidlari hamma yoqqa gupildab tarqalsa, odamlarning dimig'ini tatilsa, choparmanlarning eg'izlaridagi maqtashlarning qaraganda neshining hidi hammasinikidanmi o'tkir va kuchli ekan. Kandir egiz bo'lib, shoxlari har tarafga yeyilib o'sadigan. Yovu kandirlarda uning egizligi odamning beliga keldigan. Yovu kandir uddul kelgan yerda o'sivermaydigan. Yovu kandir o'sadigan va keng tarqalgan alayida kandirlik maydonlar bor ekan. Shuningga shukr, uni tepish uchun shuncha ovargachilik bo'lmasa, hamma ish o'ng'ayla bo'lsa, u holda nimalar ro'y berishni tasavvur qilish qiyin. Mana talabjon choparmanlar uzoq port shaharlardan dunyoning u yiqidan bu yiqiga nashi xumurida ketyotidi. Yo'l teg'yiroq, yana qanchalik yo'l besish kerak. Oqibati nima bo'ladi, bu ishlardan nima chiqadi, buni Xudo biladi. Ayrim chaqlarda Avdiy Kalistratov nima ketayotganligini unutib, bu el yurtlarda burunqi zamonlarda yashagan xalqlarni tasavvurda jonlantirishga urinadi.
O'qigan kitoblarni o'quvchi chog'larda ko'rgan kinolarni eslaydi. Yo'qlik dashtiga singib ketgan mushu hayotning izlari va qoldiqlarini ko'rganda birdilla xushal bo'lib ketadi. Xuddi tashlab ketilgan qo'nalg'ulardek cho'llarda dumchak-dumchak cho'qchayib turgan qo'ng'ir to'gilar, ko'na maqbaralar, mozorlar, 3-4 hujradan iborat ko'rimsiz ovullar, ko'z behuzur ilg'a qildigan yolg'iz chidir va qora uylarda dunyoda bor yo'qligini hech kim bilmaydigan xarob noma'lum qo'nalg'ularda yashaydigan kishilarning holini o'ylab yuragi eshib ketadi, vahim bosadi. Ko'z oldidan xuddi qadam zamonlardagidek egar jabduq to'qilgan otlarga mingan, boshlarga uchi-uchliq quloq kiygan otliqlar birdam ayrim, birdam to'p bo'lib o'tib oladi. Odamlar bu yerlarda qandoq yashgan bo'lg'aydi? Yuraklari siqilib o'lib qolmagandimikin? Ussuzlikdan qirilib ketmaganmidikin? Bu bepoyon dash boyamanda kechalari nima bo'lar? Palak kechasi odam bo'lmagan sahrolarga pastlab tushidi. Shundoq chaqlarda odam o'zini qandoq sezdikin? Cheksiz samo udulda odam o'zini to'liq yolg'iz va g'arib his qilsa, ajabnishning nima hojati? Shuning uchun ba'zan o'tib qolgan poyezdlar ularga orom bersa kerak. Poyezdlarning shavqini cho'ng shaharlarda odamlarning quloqiga yoqmaydi, zeriktirib etadi. Ehtimol bularning aksicha bepoyon cho'llarning kechalari ko'ngillarda ulug' bor marg'ullarni uyg'otar. She'r boshqa narsa emas, u poyonsiz olam oldidagi inson ruhining erkin parvozi. Lekin u bunday xiyollar bilan uzoq mashg'ul bo'la olmaydi. Yana chaparman bolalar bilan ketayotganligi qonun yuzidan olganda jinoyatkor odamlarning qatoriga qo'shilganligini yodiga tushirdi. Gazetga ijtimoiy axloqiy temada maqola yozaman deb ta vaqti soati kelguncha shu hayotga ondan qolsa tashkil nashkashlarning iflosliklariga chidamoqdan boshqa iloj yo'q edi. Shundoq chaqlarda ko'kragi ixtiyorsiz muzlab ketadi. Qo'rsqiga allaqandoq og'riq kiradi. Go'yo o'zim u chaparmanlarning biriga aylanib qolgandek, jinoyat yo'liga kirgandek badani shurkunib, vahimaga tushadi. Shundoq chaqlarda u qo'rsqida jini bor odamlarning holini tushungandek bo'ladi. Jahon qanchalik ulug', yangi ta'sirotlar qanchalik shodiyona tuyulmasin, agar enging va xotirangda nuqtadınmı kichik og'riq nuqta bo'lgan bo'lsa, bularning hammasi tetmaydi. Aqlinga, yuragingga halovat beg'ishlamaydi. Shu og'riq nuqta yo'shirincha bilindirmasdan odamning kayfiyatini, atrofdagilarga bo'lgan munosabatni belgilaydi. Avdiy Kallistratov yovu kandir o'sadigan cho'llarga birga ketayotgan chaparmanlarga zan selib qaraydi. Ularni gapga selishga, ochiqdan ochiq paranglashga intildi. Shundoq chaqlarda xiyoliga bir fikr keladi. Gerçi chaparman hamrohlarim sirtdan qaraganda o'zlariga ishonganda ko'rinsimi, lekin ularning har bir qilayotgan ishidan xavfsiraydi. Bir kuni bo'lmasa bir kuni baribir jazoga tortiladiganligidan o'lgidek qo'rqidi. Bu qo'rqinish ularga doim agishib yuradi. Shularni o'ylab Avdiyning ularga yuragi yetishdi. Ularning po'chiliklari, ditsizliklari, bekordan bekor vaqirashlari, qarituvozliklari, haromxo'rliklari, chaqinliklarini mana bularning hammasini boshqa hech narsa bilan izohlab bo'lmaydi. Shu sababdan buningdan boshqacha yashashni ular tasavvur qila olmaydi. Avdiy Kallistratov bu odamlarni yomon yo'ldan qaytarsam, ko'zlarini ochsam, ular o'zlariga boshqacha ochiq bir nazar bilan bir qarab baqsa, ularni hayotini zaharlab turgan qo'rqinishdan va shu qo'rqinishning taqibidan ozod qilsam deb orzu qiladi. U olgan hamma bilimlari, yetarlik darajada yiqqan turmush tajribalari asosida oliyjanob va yaxshi niyatlarni amalga oshirish yo'lini izlaydi. Hozir u maktabdan ayrilgan, cherkovdan rasmiy chiqarilgan bo'lsa-mu, dilida yanala targ'ibotchi va vazxon edi. U odamlarga haqiqatan va yaxshilik so'zini o'zi bilgan, tushungan darajada yetkazishni hayot yo'lida qila oladigan birdan-bir ulug' ishim deb tushunadi. Buning uchun alayda fatvo elish shart emas. Buning uchun o'zing seg'ingan narsaga bo'lgan sadoqating kifoya. Lekin bularning hammasi texi yaxshi niyat xolos. U yurak va aql quyrug'i bilan nima ish qilish zarurligini texi to'liq tasavvur qila olmaydi. Ko'nglida shirin xiyollarga berilish, shu xiyollarda paslarni paskashlikdan xalos qilish boshqa gap.
Şunun bilan pəndi nəsihətlərə, məsləhətlərə, əsla muhtaç bo'lmagan tirik odamlarga yaxshilik qilish bo'lsa, yana butunlay boshqa gap. Ular xuddi o'zlariga o'xshamagan dunyoning bir chetiga nasha yig'ish va pul tepish uchun ketayotgan allaqanday bir odviyning vaz nasihatlarga muhtoj bo'lmasi kerak. Ularning taqdirini nurliq tarafga burash ishtiyoqida yongan Avdiy Kallistratov bilan ularning nima kori bor deysiz? Ularga nima dey? Avdiy Kallistratov Xudo diniy aqidalar ichida yashaydi. Diniy aqidalar ilohiy qudrat yoritish uchun chin va pok haqiqatdan tug'ilmoqi kerak degan tursa, Avdiy bo'lsa buningga dunyo qonuniyatlariga ishongandek ishonadi. Lekin u texi bir narsani bilmaydi. Yaxshilik yomonlik yo'lga kirganlarga yordam bermoqchi bo'lgandimi, yomonlik baribir yaxshilikqa qarshi turaveradi, ammo bu ko'rguliklar texi oldida.